Assalomu alaykum, hurmatli asarchilar. Yaxshimisizlar? Mana ki arlarni 1-fevral kuni isitgandik. Yoniga bunaqa po'kay qo'yib, yoniga bunaqa po'kay qo'yib isitgandik. Po'kaydan keyin mana diafragma. Undan keyin mana sharjni 4 ta ramkaga qo'yib qo'ygan ekanmiz. Hozir ko'ramiz qanaqa holatda o'tirganini. Mana ovqatli ramka ekan. Asarli ovqatli ramka ekan. Bu ham ovqatli ramka ekan. Arli matga hali tuxum qo'ymabdi bunga. Tuxum qo'ymabdi ekan. Asarli gulchen tashlab buni gulchen bosib yotibdi mana shu ramkaga. Gulchen yaxshi kelyapti. Bugun 18-fevral 2026-yil. Arlansa bemalolroq qilib qo'yaman, jamlaqa siqib. Xo'sh, 3 ramkali arini 4 ta 5 ramka qilib yoyibroq qo'yaman men o'zim. Chunki buni har doim buni ochib qarovishga vaqtim yo'q jamlaqa. 3-ramkasi. 3-ramkaga asarlar уже ona tuxum qo'yib уже rasplot qilib qo'yibdi. Mana ga onasini o'zi. Ana risa. Qani kel. Mana ga onasi. Onarni zoti karniki imego. O'tgan yili F0 matkop kiygandim. Sotgandik, o'shandan ko'paytirganmiz o'shani bolalari, F0 bolalari. Karniki imego zot, xudo xolasa bu yil ham o'shandan zot olamiz. Ko'paytirishga. O'sh onarisim. Manaki. Yirikkina kattagina matka. Dumlari uzungina. Rasplotlar qilib qo'yibdi уже. Aslida rasplot qilib qo'yibdi. Bunda ham ochiq urug'lar bor ekan mana bu tomonida. Mana shunday joyda ochiq urug' bor ekan. Lichingi bo'lishga ulgurmabdi bunisi. 4-ramkasi. Shu asarlarli shunaqa holatda hozirgi paytda o'rtacha 4 ta, 5 ta, 6 ta ramkada. 3-ramkaliklari ham bor. Men shu holatda qo'yib qo'yamiz. Bugun kunisiganiga arla qanaqa holatda ekan tuxum qo'yishni boshlabdi deb ko'rayotgan joyim edi. 1-fevral kuni arlarni o'rayotganimda, kuzatganimda 70% ari 70% matkalar hali tuxum qo'yishni boshlamaganmi. Bugun mana 18-fevral, oradan 18 kun o'tgan. Ancha arli onari tuxum qo'yishni boshlab, rasplotlar qilib qo'yibdi. Ikkitasini ko'rdim, ko'tarib. Bu qanday bu? Qanday tayyorlaganda ham 50 kilo shakarga, pudraga 15 litr asal qo'shganman. Keyin buni ham jani qattiq tayyorlamagan, yumshoqroq tayyorlaganman. Arlarni olishiga oson bo'lsin deb. Endi bu ham hozirgi paytda o'zi deyarli yaqinda qo'ydim. Tayyorlangan yumshoq nozuqa. Endi shu bilan xudo xolisa, xo'sh. Hozir fevralda 18-si bo'lsa, bir oycha arlarga qaramayman o'zim. Chunki arlarni ishini qilib qo'yganman. Ozuqalarini qo'yib, hammasini isitib qo'yganmiz. Arlar ishlayapti lekin ko'chada. Juda aktiv holatda. Mana bu yerda yangi yashillar olib qo'yganman. Xudo xolasa
Bularga ham bahorda ar solib ar qilamiz. Mana tirsep orqa tomoni shu yoqqa olib chiqaman yangi eshiklarni. Sararli mana ki zo'r uchyapti. Kechagina bir odam telefon qildi menga. 30 tacha arim bor. O'sha 30 ta arimni 50 ta qilishim kerak. Pirsep yasagandim o'tgan yili. O'sha pirsepimni to'ldirishim kerak, yangi eshik sotib olishim kerak. Yana asalar sotib olmoqchiman. Telefon qildi, keyin yana gaplashib qoldik. Gaplashayotganimda gapini orasida asalarni hali yaxshi tushunmayaptim. Ba'zi bir joylarni bilmay qolyaptim deydi. Keyin haligi odamga aytdim keyin. Aka, asalarni hali yaxshi tushunmayotgan bo'lsangiz, sekin ko'paytiring, asalar sotib olishga qiziqmayman dedim. Bir xil odamlar endi 2-3 ta asalar boqib ko'radi-da. 2-3 ta oila asalari boqadi-da, keyin o'shandan bir misol uchun bir 30 litr, 40 litr asal olgandan keyin asalarni ishi zo'r ekan. Asalar boqish kerak ekan deydi. Keyin yerga уже 4 ta yashiga bo'lsa, undan keyin yerga 4 ta yashigini oldiga yana bir 10 ta 15 ta ar sotib olaman deb asalar paket sotib oladi. Qanchadir narxdan yoki bo'lmasa asalar sotib, oilasini sotib oladi qanchadir puldan, keyin yana yashik sotib oladi nech puldandir. Yashik sotib oladi-da, keyin o'sha keyingi yilga уже 4 ta arisi oradan bir yil o'tgandan keyin o'sha 15 ta 20 ta qilib oladi-da, keyin 15 ta 20 ta ariga ulgura olmasdan, qarovini to'g'ri qila olmasdan, dorisini vaqtida bera olmasdan, dorisini seta olmasdan kanalariga qarshi keyin qishga olib borib asalarni o'ldirib qo'yadi. O'shanda maslahatim, hozir bitta yashigingiz bormi, ikkita yashigingiz bormi? Hurmatli asalarchilar, o'sha ikkita yashikni 4 ta qilinglar. Yana oradan bir yil o'tgandan keyin 4 ta yashikni 8 ta qilinglar. Yana bir yil o'tgandan keyin 8 ta yashikni 16 ta qilinglar. Sekin ko'paytiringlar. Men o'zim ham mana shu asalarni hozir boqayotganimga bu 9-yil bo'ldi. 9-yilga o'tdi. Bir dona asalar yashigidan boshlaganman o'zim. Bir dona asalar yashigidan boshlab mana hozir shu paytgacha shunchaga ko'paytirdim, xudo xolasa. O'shanda asalar boqishga, asalarni ko'paytirishga, tez ko'paytirib olishga qiziqmanglar. Asalar boqqandan keyin shu o'zingizlarning ustingizda ishlab, asalarni ham qarovini to'g'ri qilib, to'g'ri qaranglar bunga. Hozir mana endi bizda ham o'z Toshkent viloyat Parkent tumanida turaman. Bizda ham o'sha bodomlar gulladi o'sha. Quyosh kunga joydagi bodomlar gulladi, salqin joydagilar endi gullamoqchi bo'lib turibdi.